Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Alhamdulillah, Namangan viloyati Chortoq tumanidan qadrdonimiz akamizga inshaalloh mana Angliya sentrga zapislarni qildik. Xudo xolasa hamma proseslarni undan boshlab sentrgacha xudo xolasa amalga oshirib berdik. Qora aka, charchagan yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Xush kelibsiz aka. Xo'p, xilos qilib kelgan edingiz. Noldan boshlab sentrgacha hamma hujjatlarni tayyorladik, hamma dokumentatsiya, anketa proseslarni qildik. Mana Allohga cheksiz hamdlar bo'lsin. Shu kunlargacha yetib keldik. Xudo xolasa siz sababini qildingiz, men sababini qildim. O'zingizni qanaqangi qalbingizdan nima o'tyapti, qanaqa taassurotlar bor, bemalol o'zingizni og'zingizdan jivoy obunachilarimizga murojaat bo'ladi. Bu narsani sabr qilib kutdik, alhamdulillah. Niyat qilgandik, Xudodan so'radik, bo'ldi. Sababiga siz sababchi bo'ldingiz, alhamdulillah. Yaxshi, Xudo xolasa, hayajondamiz. Hozir bu holat anchadan kutgan narsamiz bo'ldi. Shu kunga yetkazganiga shukr, alhamdulillah. Sizga ham katta rahmat. Xizmatingizga rozi bo'ling. Biz rozi. Bundan men roziman aka. Alloh taolo sizni vizalaringiz chiqishida meni sabab chiqib qo'yayotganda meni qalbim maza qilyapti. Har doim shunaqangi insonlarga foydam tegib yurishi davomiy bo'lsin inshaalloh. Men o'zim har bitta odamni prosesini qilganimdan keyin ko'zidagi bu narsani men o'zim faqat o'zim ko'raman bu narsani. Ko'zdagi xursandchilikni ko'rib men xursand bo'lib ketyapman aka. Alloh taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Sababini qildik, Allohga shukr. Qazoyi qadar deb shuni aytadi aka. Mana qazoyi qadar, meni bu yerda o'tirishim bu qazoyi qadar, taqdirim. Sizni qazoyi qadaringiz men yerda omadingiz kelib, misol rizqingiz qo'shilib, mana Allohga shukr Angliyaga ketayotganingiz bu sizni qazoyi qadaringiz hisoblanadi. Shunaqangi Alloh taolo har doim shunaqangi omadli, samimiy, inshaalloh boshlagan ishingizni xayrli qiladigan, har doim umringiz oxirigacha shunaqangi inson bo'ling aka. Biz foydamiz tegandan xursandmiz aka. Kelgusida omad tilayman, Xudo xolasa. Kimga Angliya vizalari kerak bo'lsa, inshaalloh aloqaga chiqaverasizlar, foydamiz tegsa xursandmiz. Easy Visa best of service. Xudo xolasa viza chiqqandan keyin ham aeroportdan inshaalloh nasib qilsa video o'sha kuzatib o'rayotganimda ham chiroyli videolar qilamiz, Xudo xolasa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Bilginki, seni nima chetlab o'tgan bo'lsa, senga tegishi yo'q edi taqdirda. Va senga nima kelgan bo'lsa qo'lingga, shu narsani kelmasligi yo'q edi taqdirda. Peshinangga yozilganmi? Albatta keladi. Peshinangga yozilmaganmi? Kelmaydi. Senga yozilgan narsa xato ketmas. Xato ketdimi, demak u senga emas. Qadar berayman. Senga yozilgan narsa xato ketmas, qo'lingga keladi. Endi xato ketdimi, demak seniki emas-ku.